Bu savol sizga qiziqmi? 2022-yil 4-dekabr 22-savolga yetib keldik. Demak aytlar, mana shu funksiya berilgan ekan. Bizga aytilyapti, f' qo'lchida minus pi taqsim 6 ni hisoblang deyapti. Ya'ni f funksiyasini hoslab, ichiga minus pi taqsim 6 ni qo'shish kerak. Endi birinchi o'rinda mana bu modul bo'lyapti-ku. Modul bo'lgan vaqtda mana shunga e'tibor berib olaylik birinchi. Mana shuni o'zini hisoblab olaylik o'zi. Kosinusdan 2 x plusdan x ni hisoblab olaylik o'zi. Mana shu buni qanaqadir gx funksiya deb olib turaylik, qanaqadir funksiya deb. Mana shuni o'rniga minus pi taqsim 6 nima qilamiz? Qo'yib ko'ramiz o'zi. Birinchi o'rinda minus pi taqsim 6 ni qo'yib ko'ramiz. U holda j ni minus pi taqsim 6 da qiymatini hisoblaydigan bo'lsak, u holda kosinusdan minusdan pi taqsim 3 bo'ladi. Keyin minus pi taqsim nima bo'lar ekan? Xo'p, 6 bo'lar ekan. Endi e'tibor beramiz. Mana bu kosinus nima edi? Qanaqa funksiya? Kosinus juft funksiya. Minusni o'ziga yutaveradi. Demak, kosinusdan pi taqsim 3 minus pi taqsim 6 bo'lyapti. Endi e'tibor beraylik. Mana bu o'zi pi taqsim 3 degani kosinus nimaga teng bo'ladi? 60 gradus. U degan 1 taqsim 2 minus pi taqsim 6. Endi mana 1 taqsim 2 0,5 degani, mana pi taqsim 6 degani 0,5 dan kattaroq son degani. To'g'rimi? 3,14 bo'lgandan keyin 6 bo'lsa, u ya'ni yarmidan kattaroq. Demak, aylanadigan bo'lsak manfiy bo'ladi. Demak, nima bo'larkan? Ichkaridagi ifoda manfiy bo'lsa nima qilardik? Tog' masalan ochadigan bo'lsa nima qilardik? Mana modul ochadigan vaqtimiz agar qanaqadir aytaylik kx funksiyamiz singgan modulda qanaqadir x bo'lsa, bu ichkarisi manfiy bo'ladigan bo'lsa nima ochardik? Kx funksiya manfiy bo'lsa qanaqa ochardik? Minusdan x deb ochardik, to'g'rimi? Mana shunaqa ochardik. Endi xuddi bunaqa ham shunday bo'lyapti. Manfiy bo'lgani uchun buni nima deb ochar ekanmiz? Minus qo'lchida kosinusdan 2x plusdan x deb ochamiz. Endi aytavering, mana bu minus bilan mana bu minus ikkalasi plus ketadi. Tushunarli bo'ldimi? Demak, mana funksiyani hosil olamiz. Demak, funksiyani ochilishini bilib oldik. Endi modulni ochaveraylik. Demak, f x funksiyamiz teng bo'lar ekan nimaga? Sinus kvadrat 5 ta x. Xo'p, minus edi. Mana bu minus bilan plus ketdi. Demak, plusdan kosinusdan 2 ta x plus x. Bo'ldi. Funksiyani yozib oldim, endi muammo yo'q. Endi bundan hosil olamiz. Demak, f' ximiz teng bo'lar ekan. Bundan hosil olsak, sinus kvadrat 5x bo'lyapti. Demak, bu degani 2 ta sinus 5x ko'paygan. Keyin mana bu sin x funksiyasi qanaqa funksiya bo'lyapti? Murakkab funksiya. Sin x ni oladigan bo'lsak, u holda kosinusdan ham 5x bo'ladi. Endi e'tibor beramiz. Keyin mana bu 5x imiz murakkab funksiya. 5x ni ham hosil oladigan bo'lsak, oldiga 5 tushib keladi. 5 ni mana yozib qo'yaman. 2 ko'paygan 5 10 mana. Ketdi. Keyin davom ettiramiz. Plus kosinus 2x funksiyani hosilasi nima bo'ladi? Minusdan sinus 2x, minusdan sinusdan 2 ta x. 2x ni ham hosil oladigan bo'lsak, 2 oldiga chiqadi. Mana 2 ni olib qo'yib qo'yaman. Keyin x dan hosil olsak, u plus 1 deb beradi. Bo'ldi, funksiyalardan hosilani olib oldim. Endi minus pi taqsim 6 da qiymatini qo'yaman. Demak, f' ni minus pi taqsim 6 da qiymati teng bo'lar ekan nima? E'tibor beramiz endi mana. Mana bu yerga olib qo'yaman har biriga. Demak, olib qo'yadigan bo'lsam, 10 sinusdan nima bo'lar ekan? Minus sinusdan qolishida minus 5 pi taqsim 6 bo'lib qoladi. Keyin kosinusini xuddi shunaqa, kosinusdan minus 5 pi taqsim 6. Xo'p, minusdan 2 ko'paygan sinus vega olib qo'ysam buni, u holda minus pi taqsim 3 ekan. Plusdan 1. Mana shuni hisoblab qo'ysam, bo'ldi, natija kelib chiqadi. Demak, buni hisoblaymiz. Mana minus tashqariga chiqaraveramiz. Minusdan 10 sinusdan qo'lchidan yozib bo'laman. Mana 5 pi taqsim 6 ni pi minusdan pi taqsim 6 deb yozib bo'laman. Ko'paygan. Buni ham shunaqa. Minus o'zi ketaveradi, u holda kosinusdan pi minusdan pi taqsim 6. Endi mana bu hisoblaydigan bo'lsak, mana minus tashqariga chiqib ketadi, bu bilan plus bo'ladi. Plus bo'ldi. Sinus ildizo pi taqsim 3, ya'ni 60 gradus ildizosi 3 taqsim 2 ga teng. 2 ga ko'paytsam 2 bilan 2 ketadidan ildizosi 3 qoladi. Plusdan 1. Endi bularni hisoblaymiz. Demak, bu degani sinus ikkinchi joy. Sinus pi taqsim 6 ga teng. Bu degani nimaga teng bo'ladi? Minusdan kosinus pi taqsim 6 ga teng. Demak, yozadigan bo'lsak, minus bo'lsa, mana bundan minus chiqadi. Bu yoq va minus bilan plus ketadi. Demak, 10 sinus pi taqsim 6 da nimaga teng? 30 gradusda, ilzosida 3 ta 30 gradusdan 1 taqsim 2 ga teng. Ko'paygan. Kosinusdan pi taqsim 6 bo'ladi. Bu degani kosinus 30 gradus, ilzosida 3 taqsim 2 ga teng. Plusdan mana bu bor. Ilzosida 3 plus 1. Yana shuni hisoblaymiz demak. Mana bilan buni ketkizsak 5 bo'lar ekan. Demak, nima bo'lar ekan buni hisoblaydigan bo'lsak?
Xo'p, buni davom ettiraman. Mana shundan davom ettirsak. O holda mana 5 ko'paygan ildizosi 3 taqsim 2 plyusdan ildizosi 3 plyusdan 1 bo'lib qolar ekan. Umumiy maxraj bersak, bunga maxraj beramiz, keyin bunga maxraj beramiz. Demak, maxraj beradigan bo'lsak 2 bunga 2 tadan, bunga ham 2 tadan. Demak, 7 iltizosida 3 plus 2 taqsim 2 degan javobga to'g'ri kelar ekan bu misolning javobi. Mana, umumiy maxraj berdim. Demak, qaysi javobga to'g'ri keladi? 7 iltizosi 3 taqsim 7 iltizosi 3 plus 2 taqsim 2 degan. Demak, A javobimizga mos kelar ekan. Mana. Shu bilan bu savolimiz ham o'z nihoyasiga yetdi.